Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Qandaysizlar? Zo'rmisizlar? Tinchmisizlar? Bo'lyaptimi? Bu YouTube akkaunt yangi jigarlar, obuna bo'lib qo'yinglar, ko'tarilaylik. Men kontent qilishni davom etaman. Bugun qanaqa kontent qilamiz desak sizlardan hozir. Bugun biz botish akkauntga kirib, qizlarni o'rashga harakat qilib ko'ramiz. Qani bo'lmasa go jigarlar. Kirishimiz bilan, xo'sh, qani. Mana oldimizda 3 ta qiz kirishimiz bilan nima deysizlar? O'yindagini tanlaymiz, chapdaginimi? Ha jigarlar? Qaysi birini? Biz o'yindagini ham, chapdagini ham tanlamaymiz. Biz to'g'ridagini tanlaymiz. Yaxshi qiz, tanishsa bo'ladimi? Chiroyli ekansiz, donator ekansiz. Aha, xo'p. Xo'sh, bu qiz yo, bu ham tanishmaydi. Bironta qiz tanishmaydi. Botishga akkaunt bo'lsa, hech kim pisat nazar qilmaydi. Yangi narsa qo'shilib ko'rdinglar. Yo'q, e'tibor qilmaylik jigarlar. Ketdik. Oldimdan yugurib o'tdi bir qiz. Salom. Ketdik. Boshqa yoqqa boramiz. O'sha qayerda borib keldik. Ketdik, bu yerda bo'lmaydi. Bu bratni taniydiganlar bormi? Shu bratni ko'rmagan qiz bo'lmasa kerak bor-ku. Shu brat bilan gaplashib ko'rmagan qiz bo'lmasa kerak. Brat shu yerda qimirlamay o'tiradi. Hamma qizlar ko'radi. Goh ochiq, goh sochiq. Ha brat, bosing gazini. Biz sizga ishonamiz brat. Bosing. Ketdik sizga. Oktagonligiga boraylikchi. Nima gaplaygan Oktagonligiga? Hech kim yo'q. Oktagonligiga jang ber. Jang ber Oktagonligiga. Nima deysizlar jigarlar? Partiya chiqsinmi?